2023-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo avtomobilini ko'rsataman. Kia 2700 degan modeli. Ko'rib turibsizlar, holati zo'r, o'zlaringiz Jizzax viloyatida ishlab chiqarayotgan mashinalardan bittasi. Xo'p, 25000-24000 km yurgan yangi de mashina, holati zo'r. Bitta dona mash joyini ozgina bafenda teganiga mash joy yatina bo'lib qolgan. Qolgan joylari cho'tki, muammosi yo'q. Krassilari top-toza, kam yurgan Kia Bongo 24951 km yurgan, hech qanaqa nuqsoni yo'q ekan. Oxirgi oylarda olib chiqib qo'yishgan ekan. 24-11-oyda chiqqan ekan. Evakor poliklarda tayyor mashina. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olar ekansizlar. Mana yo'g'iga doполнительный qilib, chiroyli qilib arkadan qilib qo'yishgan ekan. O'zini anaqalariga kraskalar tegmagan, umuman holati zo'r, bemalol tekshirib olar ekansizlar. Orqa tomonlarini ochib ko'rsataman. Mana fanerdan. Bu yoq tomonda ham eshigi bor shekillanib, anaqa porchkali. Holati zo'r, faqat dizelda yuradi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Olib haydashga tayyor. Bor yo'g'i 18500 bosib yuboringlar. Holati zo'r.